Bugungi kunda internet hayotimizning bir qismiga aylangan. Uning jamiyatdagi o'rni tobora ortib bormoqda. Internet bizga yaqinlarimiz bilan bog'lanishga, yangi do'stlar orttirishga, ma'lumotlardan xabardor bo'lishga yordam beradi. Internet orqali biz dunyoning turli burchaklaridan olingan videolarni tomosha qilishimiz mumkin. Dunyo qarashimizni kengaytirib, yangi narsalarni o'rganish va bilib olish imkoniyatiga egamiz. Hozirda videolarni tomosha qilish mumkin bo'lgan saytlar juda ko'p, ammo ularning orasida eng yaxshisi bugungi kunda YouTube hisoblanadi. Keling bugun biz u haqida bilib olamiz. Demak, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. UzFakt kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz hozirgi davrda eng ommabop saytlardan biri bo'lgan YouTube internet giganti haqida bo'ladi. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Buni kamchilik biladi-yu, lekin dastlab youtube.com sayti tanishuv sayti sifatida yaratilgan. O'sha vaqtda bu saytning boshqalardan ajralib turuvchi xususiyatlari mavjud edi. Unda foydalanuvchi o'zining video tasmasini saytga yuklash imkoniyatiga ega bo'lgan. Sayt yaratuvchilarining fikriga ko'ra, bunday sayt foydalanuvchilarga o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni video orqali oson va qulay tarzda boshqa foydalanuvchilarga yetkazib bera oladi deb ta'kidlangan. Odatda ijtimoiy tarmoqlarda sahifa egasini faqat rasm orqali ko'rish mumkin, ammo YouTube saytida rasmlar o'rniga videolar edi. Sayt yaratuvchilari video orqali insonni yaqinroq bilish hamda tanishish yanada qulayroq bo'lish haqida o'ylagan edi. Biroq foydalanuvchilar bu kelajakdagi internet gigantining taqdirini o'zligisi aniqlashdi. YouTube'ga yuklangan videolarning aksariyati foydalanuvchilar haqida emas, balki ular atrofida sodir bo'layotgan narsalar, voqea va hodisalar haqida edi. Saytning yaratuvchilari darhol saytning salohiyatini ko'rib, uni yanada muvaffaqiyatli bo'lishga rebranding qilish kerakligini anglab yetdilar. YouTube asoschilari o'zi kimlar? Bu PayPal to'lov tizimi kompaniyasida birga ishlagan hamkasblar, yosh, iste'dodli kaliforniyalik Chad Hurley, Steve Chen va David Kerimlar bo'ladi. Chad Hurley PayPal kompaniyasida bosh dizayner lavozimida, Chen hamda Kerim esa ishlab chiqaruvchi muhandislar bo'lib ishlagan ekan. Jahondagi eng mashhur servis tarixi juda sodda tarzda boshlangan ekan. 2005-yil yanvar oyining kunlaridan birida Steve va Chad bir videoni barcha do'stlariga yuborishni xohlaydi. Ammo bu oson bo'lmadi. Fayl pochta orqali yuborish uchun juda katta edi. Uni internetga joylashtirish ham o'sha paytda oson ish emas edi. Shunday qilib bu voqea yangi oddiy bir g'oya yaralishiga sabab bo'ldi. Unda har bir kishi internet orqali o'z videosini saytga osongina joylashtirishi mumkin bo'lgan onlayn xizmat g'oyasi tug'ildi. Shundan so'ng 3 ta do'st o'sha davrda endi ommalashayotgan PayPal kompaniyasi bilan xayrlashib, o'zining yangi qiziqarli loyihasini boshlashga qaror qilishadi. Demak, 14-fevral kuni youtube.com domeni ro'yxatdan o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, YouTube so'zi ikki inglizcha so'zdan, ya'ni you bu siz, tube esa truba, to'g'rirog'i inglizlarning slengida bu oynai jahon ma'nolarini anglatar ekan. Shunda YouTube tarjimasini biz sizning oynai jahoningiz deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. Saytning yaralishida Hurley maholati juda foydali bo'ldi. Tajribali web dizayner loyihaning interfeysi, logotipi, saytning to'liq dizaynini ishlab chiqishga kirishdi. Tartib va dasturlashga esa uning do'stlari va hamkorlari David Kerim va Steve Chen javob berar edi. Shunday qilib rollar taqsimlandi. Chad Hurley g'oyalarni tuzib chiqardi, uning hamkasblari esa ularni amalga oshirish va texnik jihatdan kam ko'stini to'ldirishga mas'ul edilar. Barcha mashaqqatli ishlardan so'ng nihoyat 2005-yil 23-aprel kuni David saytga birinchi 19 soniya uzunlikdagi videoni yukladi. Yangi g'oya va fikrlar bilan yosh muhandislar xizmat bozorida o'z vaqtida paydo bo'lishdi. Axir oldinlari do'stlaringizga video yuborish uchun faqat elektron pochtani ishlatish mumkin edi. U esa noqulay va juda kam imkoniyatlarga ega bo'lgan. Bundan tashqari jo'natilgan videoni real vaqtda, ya'ni onlayn rejimda tomosha qilish imkoniyati bo'lmagan. Videoni to'liq yuklab olish uchun uzoq vaqt talab etilgan va hattoki bu ham sizga videoni tomosha qilishga kafolat bermas edi. Shuning uchun Hurley, Chen va Kerim faqatgina mavjud bo'lgan onlayn xizmatlarning barcha kamchiliklarini hisobga olib, video kontentni faol ravishda baham ko'rishni istagan foydalanuvchilar uchun yangi yo'naltirilgan sayt yaratish kerak edi xolos. youtube.com xizmatining asosiy g'oyasi videolarni do'stlar bilan osongina almashish mumkinligidadir. Bu YouTube muvaffaqiyatining asosiy sabablaridan biridir.
YouTube saytida video tomosha qilishning yana bir qulayliklaridan biri bu foydalanuvchi uchun maxsus player yoki kodek kerak emasligi. Videolarni qidirish uchun endilikda kalit so'zlari orqali qulay foydalanish imkoniyatlari mavjudligi va YouTube'ning eng asosiy xususiyatlaridan biri, ya'ni videolarni baholanishidir. Har bir video foydalanuvchilarning baholashlariga qarab yoki ommalashadi yo bo'lmasam millionlab videolar orasida yo'q bo'lib ketadi. Natijada YouTube video sahifa vazifasini bajaruvchi servisga aylandi. Foydalanuvchilar videolarining manzillari esa butun internetga tarqala boshladi. Qulay hamda foydali video hosting tez orada nafaqat odamlar o'zi haqidagi videosini, balki boshqa har xil tadbirlar, konsertlar, yer yuzining turli burchaklaridan olingan noyob video tasmalar saytga yuklana boshladi. Ko'p o'tmay YouTube'ga rasmiy tarzda dunyoning mashhur kinostudiya va productionlari o'z kinotreylerlarini, qo'shiqchilarning videokliplarini va hattoki filmlarni yuklay boshlashdi. Dunyoning turli burchaklaridan olingan shov-shuvli yoki ommabop video lavhalar, har xil teleko'rsatuvlar va hattoki axborot ko'rsatuvlarida ham videolarni YouTube saytidan olib foydalana boshlashdi. Bu videolarning mualliflari yoki qahramonlari esa tez orada shon-shuhrat qozona boshladi. Saytning tashrif buyuruvchilar soni kundan kunga ko'payib borar edi. Misol uchun 2006-yilning boshlarida kuniga 250 ming tomoshabin saytga tashrif buyurgan. O'sha yilning may oyida esa tahlilchilar hisob-kitobiga ko'ra youtube.com ning kunlik tashrifi 2 millionga yetgan ekan. Shuni ta'kidlash joizki, dastlabki qadamlarda YouTube juda qisqa muddat ichida haqiqiy muvaffaqiyatlarga erishdi. Birinchi yillarning o'zida yaratuvchilarning har biriga sayt 300 million dollardan foyda keltirdi. Bundan tashqari kompaniyaning jadal rivojlanishi unga Sequoia Capital va Time Warner shirkatlarining mablag'larini jalb qildi. Sequoia Capital Venture fondi dastlab YouTube'ga 11,5 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritib, YouTube kompaniyasining 30% aksiyasini qo'lga kiritdi. Ko'p o'tmay ushbu 30% aksiya qiymati 305 million AQSh dollariga teng bo'ldi. Yaratuvchilarning ta'kidlashicha, dastlab loyiha tijorat uchun yaratilmagan edi. Uning yaratuvchilari undan foyda chiqarish haqida o'ylamagan. Birinchi reklamani Hurley hazilomuz tarzda bunga majbur bo'ldim, chunki suvsozchilar bilan hisob-kitob qilishim kerak edi deb saytga reklamani joylashtirgan ekan. O'sha davrda har kuni saytga 9 milliondan ziyod foydalanuvchi tashrif buyurgan. Yuklanayotgan videolarning soni esa 30 milliondan oshgan edi. 2006-yil kuz boshlarida YouTube kompaniyasi Warner Music, Sony, BMG, Universal Music Group va boshqa shu kabi media gigantlar bilan daromadli shartnomalar tuzdi. Shu qatorda Google korporatsiyasi ham YouTube saytiga ko'z tikkani ma'lum bo'ldi va 2016-yil 9-oktyabrda Google kompaniyasi YouTube'ni 1.6 milliard AQSh dollariga xarid qilib oldi. Bugungi kunda ko'pgina kompaniyalar va video egalari YouTube imkoniyatlaridan foydalanib o'zlariga yangi imkoniyatlar ochmoqdalar. Hozirda har bir kishi YouTube'ga o'z videolarini yuklab daromad topishi mumkin. YouTube video muallifga o'z reklamalardan ulushini chiqarib beradi. Ana endi keling YouTube haqidagi qiziqarli faktlarni bilib olamiz. YouTube bugungi kunda tashrif buyuruvchilar va mashhurligi bo'yicha dunyoda 2-o'rinni egallaydi. Har oy YouTube saytida 4 milliard soatdan ortiq video tomosha qilinadi. Har daqiqa butun dunyo bo'ylab 100 soatdan ortiq video yuklanadi. Bir oyda bu yuklangan videolar uzunligi 10 yilga yetar ekan. Men hayvonot bog'ida deb nomlangan birinchi YouTube'ga yuklangan video tasvir San Diego hayvonot bog'ida David Kerim tomonidan 2005-yil 23-aprel kuni yuklangan. Eng birinchi izoh esa aynan shu videoga Cobalt Group foydalanuvchisi tomonidan yozib qoldirilgan. YouTube Google'dan keyin ikkinchi eng ko'p ishlatiladigan qidiruv tizimi. 2011-yil 14-dekabrda Moldy Toaster Media Nikli foydalanuvchi YouTube'ga eng uzun video yuklagan ekan. Uning uzunligi 596 soat, 31 daqiqa va 21 soniyadan iborat edi. YouTube'da birinchi million marta tomosha qilingan video Ronaldinhoning Nike kompaniyasi uchun Touch of Gold nomli videosi bo'ldi. Bu video 2005-yilda saytga yuklangan va afsuski asl nusxasi hozir mavjud emas. Birinchi million obunachiga ega bo'lgan bloger Cruikshank Lucas. U Fred kanalining muallifi bo'lib, 2009-yil aprel oyida uning kanali milliondan ortiq obunachiga ega bo'ldi.
2012-yil 21-dekabrda YouTube va internet tarixida birinchi bor videoni 1 milliarddan oshiq marta tomosha qilingan. Ushbu video Gangnam Style qo'shig'i bo'lib, u janubiy koreyalik qo'shiqchi Psy tomonidan ijro etilgan. 2015-yil mart oyidan boshlab YouTube'da 360 daraja formatdagi videolarni yuklash qobiliyatini qo'shdi. Xonandalar Daddy Yankee va Luis Fonsi ishtirokidagi Despacito qo'shig'ining klipi yaqindagina 5 milliarddan oshiq tomosha qilingan birinchi video bo'ldi. YouTube saytining eng ko'p obunachisiga ega bo'lgan bloger hozircha PewDiePie hisoblanadi. Uning kanaliga obuna bo'lgan kishilar soni bugungi kunda 62 millionga yetdi. Shunday qilib, oddiy bir tanishuv sayti gigant video hostingga aylandi. U xalq mehrini qozondi va dunyodagi eng ommabop saytlardan biri bo'ldi. Eng muhimi esa, uning tarixi bu bilan hali to'xtagani yo'q. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Siz bilan UzFaktda kelasi videoda ko'rishguncha, xayr.